Ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatini kengaytirishga ko'maklashuvchi komissiyasining joriy yil 11-avgustdagi eng namunali mahalliy kengash tanlovini tashkil etish to'g'risida qabul qilingan qarorga muvofiq joylarda seminarlar tashkil etilmoqda. Xususan, Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida o'tkazilgan tadbirda qarorda belgilangan 40 ta yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bilan tanishildi. Eng namunali mahalliy kengash tanlovini o'tkazishdan maqsad xalq deputatlari tuman shahar kengashlari faoliyatini rag'batlantirish, ularning eng yaxshi, samarali va shaffof ish tajribalarini ommalashtirishdan iborat. Seminar kun tartibiga muvofiq ishtirokchilar dastlab Mirzacho'l tumanining Do'stlik mahallasi misolida tumandagi ko'p qavatli uy-joylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash, atrofini ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish hamda hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar bilan yaqindan tanishishdi. Ilk manzil Ezguniyat maydoni bo'ldi. Bu yerda dunyo ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shgan uyg'onish davrining asoschilari bo'lgan buyuk ajdodlarimiz hamda 3-renessansni yaratish bo'yicha yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida zarur ma'lumotlar joylashtirilgan. Seminar qatnashchilariga majmuani barpo etish va o'sib kelayotgan yosh avlodni ajdodlarga hurmat, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, ma'naviyatini yuksaltirishdagi o'rni va ahamiyati haqida so'zlab berildi. Yo'l-yo'lakay Do'stlik mahallasida joylashgan kutubxona faoliyati bilan tanishildi. Qayd etilishicha, hozirgi kunda aholi ayniqsa mahalla yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib etishda 15 ming kitob fondiga ega ushbu kutubxonaning o'rni katta bo'lmoqda. Shuningdek, Hayot maktabi ham seminar ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Markaz maktabi o'quvchilarini 11 ta yo'nalish bo'yicha kasb-hunarga o'qitish maqsadida ochilgan bo'lib, zamonaviy tipda jihozlangan Hayot maktabi o'z nomi bilan kelgusida o'g'il-qizlarning biror bir hunarning boshini tutishida muhim mavqega egaligi aniq. Ma'lumki, Senatning 2024-yil 31-yanvardagi mahalliy kengashlar deputatlari faoliyati samaradorligini oshirish to'g'risidagi qarori asosida deputatlarning o'z saylovchilari oldida axborot berish bo'yicha namunaviy tartib tasdiqlangan. Shunga asosan Mirzacho'l tumanida tashkil etilgan seminar doirasida 2-Farovon saylov okrugidan xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan deputat Jamol Ahmedovning joriy yil 9 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axboroti tinglandi. Deputat xalqning ishongan vakili. U xalqning muammolarini, xalqning dardi bilan yashaydigan inson bo'lish kerak. Mana bugun Mustaqillik mahallasi Farovon 2 okrugidan saylangan deputat Ahmedov Jamol Abdujalilovning hisoboti tinglandi. Ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari, kam ta'mirlangan oilalarga qilinayotgan yordam, kommunal to'lovdagi ayrim muammolarni bartaraf etish bo'yicha qilingan ishlarini bo'yicha hisobot berdi. Biz ham bu hisobotdan qoniqdik. Qayd etildiki, o'tgan vaqt mobaynida xalq deputatlari tuman kengash tomonidan o'tkazilgan 8 ta sessiyada jami 97 ta masala muhokama etilgan. Shundan agrar, qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan 20 ta masala kiritilgan. Hisobot davrida saylov okrugida saylovchilar bilan 9 marotaba uchrashuv tashkil etilib, ushbu uchrashuvlarda aholi tomonidan ko'tarilgan 14 ta muammoning 8 tasi deputatning sa'y-harakati bilan ijobiy hal etilgan. Hisobot yakunida saylovchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga deputatdan atroflicha javob olishdi.